Qo'y qolmagan-ku Bahodir aka deydi odam. Yo'q, men boshqa zakaz qo'yim bor. U yo'q Qirg'izdan kirmayapti. Boshqa qo'ylar hech ko'nglim bo'lmayapti, bor-ku. Xabaringlar bor, yaqinda biz auksion o'tkazdik va oldimizga hozir Namangandan Sirojiddin tashrif buyuribdilar. Sirojiddin, xush kelibsiz. Auksionimizda eng qimmat narxga chiqqan odam mana shu Sirojiddin bo'ladilar. Demak, o'sha Alisher akam olib kelgan bingoni bizni 13,5 milliondan Sirojiddinga sotdi. To'g'ri? Ayrimlari 1 milliarddan berishdi. Ko'rdim. Ko'rdingizmi? Haligi odamlarning labzi yo'qda shunaqa bo'lib qolgan. Hazillashib tashaveradi. Vaholanki yolg'on bilan hazillashib bo'lmaydi. Mamnunmisiz? Xursandman, mingdan ming. Alloh barakasini bersin. Sirojiddindan mana hisob-kitob qilib pullarni oldik. Barakasini. Qani, bingo. Xudo xolisa Namanganga kuyov bo'lib ketyapsan. Vazni ham katta-da buni, ana. O, sportsmen. Laboni ham to'ldirib turibdi. Bu ham ketdi Namanganga. Ketasiz Toshkentga qaytamiz. Siz ko'rdinglar. Yaxshi aytolinglar. Hop, Xabarlashtiramiz. bizani kuzatishdan charchamanglar. Qirg'iziston chegaralari ochilsa, bari ko'nglim bo'lmayapti-da. Qirg'izistonlik qo'ylarga bir boshqacha mehr berib qo'yganman. Xudo xolisa olib kelamiz baribir ham. Bizdan uzoqlashmaydi. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.